Barchaga assalomu alaykum. Yana bir bor sizlar kutganingizdek bu damoz bilan ishi Spark'da yon tarafi degan bu esa damozni ish ahvoli bo'lib ketgan. Ko'rib birorta shu mashinalarimiz xudo xolasa ishi boshlansa obzorlari bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar, layklarni bosaveringlar, istoriya va qoldirib ketinglar. Xudo xolasa istoriyalarimiz ham postlarimiz ham joylanadi. Xudo xolasa sizlar kutgandek kuzatishda davom etinglar, laykni bosinglar. Damoz Spark o'pishgan bu xarablar. Bilamdasiz ustakalarimiz yana Kamoliddin Trendda ham bola ishi bola shu. Yodda qo'yinglar, kelsangizda ishi bolani ishida ko'rasizlar. Nexikni polni taxlab bo'ldinglar ustaka. Ustaka Harman. Nexia bitdimi? Salon qismi bitdimi? Hozir bu yerda svet yo'q. Salon qismi cho'tki ko'rinmasligi mumkin. Yana ko'rib turibsizlar, hamma narsa joy-joyida ustalikka bo'ldi. Eshikni ligirobkalar ham ligirobkalar bor ekan, zamoqlarida ish bor. Ko'rib turibsizlar, tayyor, xudo xolasa. Kamoliddin degan siz bitdimi bu? Xudo xolasa. Egasini qachon beramiz buni? Kelishini qarab o'tiribmiz. Ha, bugun ketadi. Inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlar kutgan video obzorlari bo'ladi. Laykni bosinglar, maksimal tarqatib qo'yinglar do'stlar.